Assalomu alaykum, aziz barcha onajonlar, aziz opa-singillarim. Sizlardan bir iltimosim bor. Bir narsani sizlarga eslatishni joiz ko'rdim. O'ylab ko'ring. Qachon biz onalar o'zimiz haqimizga bir duo qilganmiz? Hech qachon. Hech qachon o'zimizga o'zimiz duo qilmaganmiz. Shu birgina duoni ham o'zimizga ravo ko'rmaganmiz. Keling, bugun, shu kunida o'zimiz uchun bir duo qilaylik. Mehribon rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Bismillah. Allohim, mehribonim, rahimli rahmonim, xoliqim, razzoqim, sultonim, qiblagohim, sajdagohim, g'oyiblarni bilguvchi faqat sensan. Bizlarni yo'qdan bor qilgan zot o'zingsan. O'zingga banda Habibingga ummat qilganing uchun, o'zingni tanittirib onalik maqomini berganliging uchun o'zingga shukrlar, shukronalar bo'lsin Robbim. Sendan ojizlik bilan, xorlik, qullik bilan duo qilib so'rayman. O'zingdan yalinib yorvolib so'raganim gunohlarimni afv et. Mag'firat qil, o'tmishimda qilgan katta kichik kabira va sag'ira va xufyona va oshkora gunohlarimni o'zing kechir. Qolgan hayotimda umrimni xayrli, barokatli, mazmunli, savobli amallar bilan o'tkazishga qodir qil Robbim. Din va dunyo ishlarimni o'zingga o'ngla, o'zing oson qil. O'zingdan boshqasiga, hatto o'g'il qizlarimga bir daqiqa, bir nafas muhtoj qilma. Umrimni uzoq qilgin. Sen bergan umrning natijasida tutolmagan ro'zalarimni tutay, o'qiyolmagan namozlarimni o'qiy. Sen meni nima uchun yaratgan bo'lsang, faqat shu narsa bilan mashg'ul bo'lay. Kecha-yu kunduzi zikringdan bo'lib, bergan ne'matlaringni shukrini qilib, sening rizoligingni topay. Qarilik gashtini farzandlarim ardog'ida, uylarning to'rida, qo'llarim hamisha duoda bo'lib, shirin so'zlik bilan o'g'il qizlarimga, kelin nevaralarimga mehr berib, ulardan mehr oqibat olib ko'rishlikni nasib qil. Qayta haj umralar qilib, Ka'bai muazzamani savoblar qilib, Ka'ba pushga bosh qo'yib, erkalanish, labbayka aytishdek ulug' baxtni nasib qil. Paymonam to'lib umrim poyoniga yetganda, tahoratli pok holimda, men seni suyib turganimda, sen meni sevib turganingda, sen menga omonat qilib bergan butun vujudimni o'zimga bo'ysunib turganingda, tillarim zikringni qilgan holatda, ko'zlarim kalomingni ko'rib turganida, oyoqlarim ilm masjidlarida uzilmagan vaqtlarida, peshonam sajdada turgan holatda, o'z qo'llarim bilan ehsonlar qilib, o'zgalar omonati bo'lsa, salomat bergan vaqtimda, rizoligingni topgan holatimda, La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh kalimasini tilimga jo bo'lgan holatda omonatingni topshirishni so'rayman. Yana sendan so'raganim insonlar hazar qiladigan dard berma. Oson og'riq, oson o'lim ber. Payg'ambarlar jonini qanday oson olgan bo'lsang, meni jonimni ham xamirdek qil sug'urgandek oson bilan ol. Farzandlarim armonda hozirgina onam tahorat olayotgan edi. Hozirgina onam Qur'on o'qiyotgan edi. Hozirgina onam namoz o'qiyotgan edi. Sajda qilgan holatida Allohga omonatini topshiribdi deb armon bo'lishlikni nasib qil. Yana sendan so'raganim meni poklash uchun eng taqvoli, tahoratli namozxon ayollardan nasib qil. Oxirat libosimni ilmli taqvodorlardan, namozxonlardan qo'lidan kiyishni nasib qil. Janozamni o'z zurriyotlarimdan imomlar chiqib, o'qishlik vaqtini qabrimga ham o'qimishli, ilmli, taqvodor, masjidlarga imom bo'lgan nevaralarim qiyomatga qadar yotadigan oxirat uyimga qo'yishlikni nasib qil. Orqamdan zurriyotlarim Qur'on tilovat qiladigan chiroyli duo, Fotiha o'qiydigan murattab qorilar, hafiz qur'onlar, Ka'baga imom bo'ladigan zotlar, olim allamolar, ulamolar, qoriyalar yetkazib ber. Yana katta ehsonlar qiladigan, masjid madrasalar quradigan, yo'qsillarni yo'qlaydigan, zakotlar beradigan, qurbonliklar suyadigan saxovatli, saxiy boylar chiqarib qo'y. Orqamdan faqat yaxshi xislatim bilan eslashlikni nasib qil. Yo Rabbiy, sen duo qilgan bandalarini yaxshi ko'rgandan zotdan qilgin. Duolarni ijobat qiladigan zotdan qilgin. Sen ulug' arsh egasisan. Amin. Allohu akbar. Qariba valhamdulillah sahira va subhanallohu bukrata va asila. Amin.